Aka tayyor. Aka tayyor. Xullas, 6 ta nomzod keldi. Bittasi boshqa tumandan, qolgani boshqa mahallalardan. Hozir gaplashdik-da, keyin o'zi shu mahallaning o'zidan qolgan ikkita nomzodni qoldirdim. Obbo. Haqli. Birinchi nomzodga chaqiraman. Ha, o'zi aytibdi. Bu bizni o'qib qo'ysangiz. Oybek aka nomzod chaqirasizmi? Aka nima qilsang shu to'ldirib bering deb Eshitilyaptimi ovozim Oybek aka? Eshitilyapti. Oybek aka eshitilyaptimi ovozim? Eshitilyapti, ha? Menga kelmayapti. Qani nomzodlar chaqiringizlar boshlaymiz. Qaysi birini chaqiraylik? Ikkita nomzod bor-da, Alifga tashlab berdik-ku, bittasi kirsin desangiz Qaysi kelyapti. birini chaqirsangiz ham chaqirsangiz bo'ldi Oybek aka boshlayveramiz. Qurbon aka, salom alaykum. Birovimiz ko'rganmiz endi ekranga. yo'q o'tiraverasiz. O'tir. Assalomu alaykum hurmatli nomzod. Tanlovning suhbatboshiga kelibsiz. Suhbatboshiga kelganingiz bilan sizni tabriklaymiz. Ism familiyangizni aytgan holda o'zingizni tanishtirsangiz. Men Jo'rayev O'rol Hamza Abdullaevich 2000-yilda tug'ilganman. Bandixon tumani Quduqsoy mahallasida tug'ilganman. Taqiring, qaysi institutga o'tkazdim, qachon? Samarqand davlat veterinariya meditsinasi institutini 2024-yil bitirdim. E, Ma'lumoti moliy, hozirda ishsizman. Tushunarli. Suhbatboshiga tayyor bo'lsangiz, sizga 5 savoldan iborat savollar to'plami taqdim etiladi. Ushbu savollarga ketma-ketligiga amal qilmagan holda birma-bir javob berib ketishingiz mumkin. Qaysi savolga javobingiz bo'lsa. Ko'rinyaptimi savollarimiz? Ko'rinyapti.
Ikkinchi savol, o'zingizni asosiy huquq va erkinliklaringiz haqida bilmoqchi bo'lsangiz qaysi hujjatga murojaat qilasiz degan. Men bunga konstitutsiyani tanlayman. Jismoniy shaxslarning murojaat etish huquqi qaysi huquqlar ustusiga kiradi? Mamlakatimizda qaysi kun yoshlar kuni sifatida nishonlanishini belgilang degan. 31-iyun. Beshinchi savolga, Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-iyundagi 312 sonli qaroriga muvofiq yoshlar daftariga doimiy yoki vaqtincha yashash joyi bo'yicha necha yoshdagi yoshlar kiritish belgilangan? 14 yoshdan oshganlar, 30 yoshga 30 yoshgacha bo'lganlar kiritiladi. Ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi nima deyapti? O'zimizda hozir elektronlashgan, ya'ni MyGov, www.mygov.uz saytida ijtimoiy himoya yagona reyestri bor. Bu reyestrga kiritilganlar davlat tomonidan pul mablag'lari, ijtimoiy yordamlar beriladi, ya'ni elektr energiyalari kompensatsiya pullar to'lab beriladi. Uchinchi savolga, jismoniy shaxslarning murojaat etish huquqi qaysi huquqlar sirasiga kiradi deyapti. Sirasiga kiradi. Murojaat etish huquqi shaxsiy huquq, shaxsiy huquq deb bilaman. Jismoniy shaxslarning murojaat etish huquqi qaysi huquqlar sirasiga kiradi? Siyosiy huquq. Shu 5 ta savolga nimasiga javob berdim? Ikkinchi savolga javobingiz bormi, hurmatli nomzod? O'zingizni asosiy huquq va erkinliklaringiz haqida bilmoqchi bo'lsangiz qaysi hujjatga murojaat qilasiz? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga murojaat qilaman. Unda barcha qonun qoidalar, inson huquqlari, hamma narsa keltirilgan. Javobim shu. Tushunarli, hurmatli nomzod. Berilgan savollarga e'tirozingiz bormi? Yo'q, e'tirozim yo'q. E'tiroz bo'lmasa, suhbat natijasi shaxsiy kabinetingizga elektron tartibda jo'natiladi. Rahmat. Keyingi nomzod. Xo'p, rahmat. Chaqirasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Sizni tanlov suhbat bosqichiga kelganingiz bilan tabriklaymiz. Agar tanlov bosqichiga tayyor bo'lsangiz, savollarimizni berib o'tishimiz mumkin. Qisqacha o'zingiz haqingizda ism familiyangizni aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men Sanov Asror Mamyakovich Bandixon tumani Quduqsoy mahallasida istiqomat qilib kelaman. Sizga 5 ta savoldan iborat savollar to'plami hozir elektron tartibda ko'rsatiladi. Shu savollarga yetma-yetmaga amal qilmagan holda qaysi savolga javobingiz bo'lsa, tezkorlik bilan javob berib ketishingiz mumkin. Bo'ldi.
Birinchi savolga javob berishga tayyorman. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 92 sonli qaroriga muvofiq umumiy o'rta ta'lim maktablari yoshlar masalan idoralararo hamkorlik va yetakchilar faoliyatiga ko'maklanish mas'ul sifatida maktabdagi ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari mas'ul shaxs etib belgilangan. Volontyor kim? Volontyor bevosita o'sha bironta bir jarayonga o'zini xohishi bilan yordam beradigan insonlar volontyorlar hisoblanadi. O'zini xohishi bilan. Birinchi savolga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 92 sonli qarorining birinchi ilovasiga muvofiq ijtimoiy himoya muhtoj yoshlarning safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmatni o'tash va o'tash badalini qancha miqdorda qoplash uchun subsidiya ajratish belgilangan. 50% miqdorda subsidiya ajratish belgilangan. Yoki yo'q, to'liq subsidiya ajratish belgilangan. Davlat oliy ta'lim muassasasiga kirishda eng yuqori ball to'plagan 200 nafar 50%mi to'lig'imi? to'liq 50% deb kontrakt bilan hozir adashtirdim men. 50%gacha deyilgan kontraktda chaqiruv rezervdagi xizmat Tushunarli. Sizda 4-chi hamda 5-chi savollarga javob berishingiz qoldi. Qolgan ikkita savolimizga yo'qmi javobingiz? Hozir davlat oliy ta'lim muassasalariga kirishda eng yuqori ball to'plagan 200 nafar yoshlar uchun ajratilgan prezident granti to'g'risida ma'lumot bering. Davlat oliy ta'lim muassasalariga kirishda eng yuqori ball to'plagan 200 nafar yoshlar uchun o'sha o'zi tanlagan oliy ta'lim muassasasiga grant asosida qabul qilinishi grant asosida qabul qilinishi belgilangan. 5-chi savol buyuk ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning asarlari va tarbiyaga oid aytgan fikrlari haqida gapirib bering. Buyuk ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy
shunday deb aytganki, tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat deya aytib o'tganlar. Hozircha shu. Tushunarli. Berilgan savollarga e'tiroz bormi? Yo'q. E'tiroz bo'lmasa, suhbat bosqini yakunlashimiz mumkin. Suhbat natijasi elektron kabinetingizga jo'natiladi. Rahmat. Oybek aka, ikkinchi nomzod ham mahallani o'zidan. Ha, ikkovi mahallani o'zidan. Tushunarli. Qolganlari Bo'ldi aka. yonma-yon mahallalar edi, bittasi boshida dedi, ular tushuntirib aytdik. Savol javob qildik. Tushunarli aka, yakunlasak bo'ladi. Hozir natijasini jo'natib yuboraman Telegramga. Mayli. Biriktirsa sразу baholab tashlardik shu bugun o'zida. Kam? Kadr biriktirsalar sразу baholab tashlar edik bugun o'zida. Hozir Jo'rabek aka bilan gaplashaman deb bo'lmasa. Bizmi? Bizmi? Ha, bo'ldi, mayli. Chiqib ketaveraymi? Ha, yakunlashimiz mumkin. Bezdagi Angor tumani ham bor edi, birdan o'tkazib yuboramizmi uni ham? Hozir men tashlayman boshqa sesilka. Abduvohid aka shu yerdamisiz? Sho'rdaman aka, sho'rdaman. Savol berib turardingiz, savol ham bermayapsiz. Boshqa Yetarli savol turibdi aka, rahmat. boshqa hozir sesilka tashlayman, Angor uchun alohida o'tkazamiz.